Kvartiram bor, uchastkaga almashaman deganlar uchun, sizlar uchun ajoyib lokatsiyadan, ya'ni Ovliq mahallasidan 7 sotixli uchastka topib qo'yganmiz. 2 xonali vremenkalari bilan. Arentriga keladigan bo'lsak, hamma biladigan Qamish choyxonasidan shundoqqina 200 metr ichkariga kirganda. Qanunda ichkarini ko'ramiz. Ketdik. Azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina kirganimizda bu yoqdan chegara mana bu yoqdan boshlanadi. Mana shu terakdan. Bu yoqda uyda egalarining o'zlari yashaydi. Shundoqqina bog'imizda turli xil mevali daraxtlar bor. Shaftoli, olma deysizmi? Hammasi eng zo'r sarxil mevalarni ekib qo'ygan. Yerlari unumdor. Mana ko'rib turibsiz, odam bo'yidek, tengdek bedalar o'sib yotibdi. Bu yoq tarafda 2 xonali vremenkasi ham bor. Bani dushlari bilan qo'shilib hammasi ichida joylashgan. Azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Boshida aytganimizdek, bu uchastkamizni kvartiraga ham obmen bor. Bu uyimizni narxini egalari 20.500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Ovliq mahallasidan shunday katta uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.